Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz taksi faoliyatida tugatdik. Xudo xolasa mashinamizda Rossiyaga yo'lga chiqamiz. Kimga qizig'i bo'lsa, ko'ringlar. Kamchiliklarim bo'lsa, aytsalar, o'shanga qarab biz sekin tayyorgarlik bilan ko'ramiz. Xudo xolasa 2 yo 3 kunda yo'lga chiqib ketamiz. Mashinamiz holatlarini ko'radigan bo'lsak, balonlarimiz o'rtacha holatda, zo'r emas balon. Bu tomon ancha ketib qolgan. Keyin yana bitta narsa diktalari aytishdi. Ana arqa laboyiga diqqat gaz USB nakleykaasini yopishtirish kerak deyishdi. Bu nakleykalarni oldik. Nakleykalarni xudo xolasa yopishtirib olamiz. Mashinamizni qolgan holatlari yaxshi. Balonlarimiz o'rtacha holatda. O'sha bitta balonimiz sal nimaroq. Kim yana nima qilish kerak bo'lsa, yozib kommentariyada yozib qoldirsalar, o'sha kamchiliklarni qilib, xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Endi yo'lda bizni qiynaydigan narsa, endi birinchi marta chiqishimiz. Qayerdadir sug'urta olish kerak ekan, voz degan narsalar olish kerak ekan. Shu joylarda sekin yo'lma-yo'l o'rganib, quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha